Burun to'sig'i qiyshirligi. Aksariyat odamlarda hozirgi kunda eng dolzarb bo'lgan muammolardan bittasi ana shu muammo deb ayta olamiz. Aksariyat bemorlarimiz bizga aynan nafas olishi buzilishi bilan kelishadi. Qanaqa simptomlari bo'ladi burun to'sig'ini qiyshirligi? Birinchi navbatda bemorlar nafas olishga qiynaladi. Ko'p holatlarda bir tomonlama bo'lishi mumkin. Nimagadir chap tarafni nafas olishi yaxshi, ikkinchi tarafi yomon va bu qaysi paytda bilinadi desangiz, ko'proq aynan yotgan paytda, uyquga ketishdan oldin burunni sekin bitish boshlaydi. Bunga sabab burunni ichida maxsus anatomik strukturalar bor, chig'anoqlar deb aytiladi. Shu chig'anoqlar yana shishib ketib qoladida va shu burun to'sig'ini qiyshirligini fonida nafas olish bemorlarda kuchayib ketib qoladi. Yana qanaqa simptomlar bo'lishi mumkin? Eng ko'p simptomlardan bittasi bu bosh og'rig'i. Bosh og'rig'ini sabablaridan bittasi miyaga kislorod yetib bormasligi oqibatida ham juda ham ko'p bemorlarimizda bosh og'rig'iga bezovta qilib keladi. Biz bilamizki, nafas olish bu juda ham katta ne'matlardan bittasi va aksariyat burnimizdan kelayotgan kislorod bu bizni har bitta organlarimizni to'g'ri ishlash uchun, ularni to'g'ri o'zini faoliyatini yaxshi yuritish uchun chiqarilgan ne'mat deb hisoblanadi va shuning uchun даже yosh bolalarda ham bo'ladi. Burunda adenoid bo'lganda, nafas olish qiyin bo'lganda bolam постоянно boshi og'riydi deb aytishadi va bundan tashqari qanaqa simptomlar bo'ladi? Tez-tez charchab qolish. Bu ham aynan burunni to'sig'ini qiyshirligini haqida dalolat beradi. Qanaqa qilib diagnostika qilamiz? Hammamizda shu simptomlar deyarli bor hozirgi kunda. Hammamizda shu burun to'sig'i qiyshirmikan degan savol bo'ladi. Rostdan ham xuddi shunaqa. O'zi aslida 85% odamlarda butun dunyoda burun to'sig'i qiyshirligi bor. Ba'zi bir insonlarda bu holat ko'proq belgilar bilan kechadi. Ba'zi bir bemorlarda umuman bezovta qilmashi ham mumkin. Masalan, aytaylikki, Abduvali akada har kuni burni nafas olish qiyinligi hisobiga bosh og'rib yuradi va bularni tekshirib qilganimizda rostdan ham burunni to'sig'i juda ham qiyshayib ketgan. Diyorbekdan aytaylikki, ularda umuman nafas olishda muammolar yo'q. Hatto burunda qiyshirligi bor. Buni farqi shundaki, Diyorbek hozircha yosh va Diyorbek ko'proq sport bilan shug'ullanadi. Qon aylanish sistemasi yaxshi bo'ladi va yoshimiz o'tgan sari ham burundan nafas olish muammolarimiz tezda kelishi mumkin. Shuning uchun albatta har bitta patsientlarga yilda bir marotaba lorda konsultatsiyasiga borib, o'zini maxsus kamera orqali, naychalar orqali hech qanaqa og'riqsiz burningiz to'sig'i qiyshirligi bormi yo'qmi, buni diagnostika qilishimizni imkoniyatimiz bor. Eng yomon holatlari yana bitta holat bo'ladi. Bu burunni to'sig'i qiyshirligi hisobiga aksariyat bo'ladigan ssenariyni tushuntirib beradigan bo'lsam, masalan, aytaylikki, shamollab qolganimizda nafas olishimiz qiyin bo'ladi. Nima uchun? Burunni ichidagi maxsus chig'anoqlar ham shishib ketib qoladi va shish paydo bo'lgan paytda doktorlar yoki yaqin o'rtoqlari, tanishlari burniga har xil spreylarni sep degan tavsiya beriladi va shu spreylarni sepish oqibatida 3, 4, 5 kundan keyin sekin-sekin o'rganish hosil bo'ladi va bu aynan meditsina tilida narkomaniya deyiladi va aksariyat bemorlarimiz qanday qilib o'zi narkoman bo'lib qolganini bilmaydi va bu spreylarni oqibatida judayam eng yomon bo'ladigan holatlardan bittasi bu yurak qon tomir tizimiga judayam katta ta'sir bo'ladi va shu hisobiga bemorlarimizda постоянно nafas yetishmovchiligi, bosh og'rig'i, konsentratsiya buzilishi, yoshi katta insonlarda davleniya ko'tarilishi va bundan tashqari yurak qon tomir sistemalarida ham muammolar ham keladi. Yaqinda bitta patsientimiz yonimizga keldi, boshi og'rib yurgan, spreylar bilan foydalangan. Birdan o'zidan o'zi nafas yetishmovchiligi simptomlari kuzatilib, yuragi bezovta qilishni boshlagan. Bir necha marotaba kardiologlarning konsultatsiyasida bo'lgan, EKG qilishgan, yuraklarni tekshirishgan, davleniyasi ham ko'tarilishni boshlagan. Ular sababini tushunmasdan har xil lecheniyalar qilib ko'rgan. Afsuski 3-4 marta tekshiruv qilganimizda ham lecheniyalar yozganimizga qaramasdan davleniya yaxshilanmagan, yurakdagi muammolar yo'qolmagan. Keyin bizni oldimizga kelib qoldi. Anamnezini yaxshilab surishtirsak, aynan burunga sepadigan spreylardan uzoq muddatda ishlatilishi bilingan. Va shundan keyin spreylardan chiqib ketish yo'llarini o'rgatdik. Spreylardan hozir foydalanmaydi va avtomatik ravishda burundagi muammolar, nafaqat burundagi muammolar, balkim yurak qon sistemasidagi davleniyalari o'zidan o'zi yo'qolib ketdi. Va shunaqa bemorlarda agarda yurak qon tomir sistemasida muammosi bo'layotgan bo'lsa va bularda nafas olishda muammolar bo'ladigan bo'lsa, nafaqat kardiolog, aytaylikki, yana boshqa spetsialistlar, balki lor doktorlarga ham uchrashishni tavsiya qilamiz. Yana bir nojo'ya ta'sirlardan bittasi shu spreylarni juda ham ko'p tepish oqibatida
hammamiz bilamiz, aynan shu burun to'sig'i burunni o'rtasida joylashgan bo'ladi va u burunni to'sig'ini sekin sekin yemirilishi qurishishga olib keladi va shuni oqibatida burunni to'sig'ida teshik paydo bo'ladi. Bizni tilimizda perforatsiya deyiladi va bu ertaga har xil yomon biz xohlamagan oqibatlarga olib kelib qolishi mumkin. Birinchi navbatda nafas olganimizda pishillab har xil ovoz chiqadi. Svist deyiladi. Va bemorlarimiz aytishni boshlaydi. Nafas olayotganimda qanaqadir ovoz eshitilyapti. Bundan tashqari nafasni to'liq organizmga yetibmasligini ham kuzatiladi. Nafas kiradi, havo kiradi, lekin to'yib yaxshi nafas ololmaydi va bu ham aynan burunni to'sig'ida perforatsiya borligi haqida dalolat beradi. Bunaqa holatlarda 2 yil oldin ham bu muammolarni yecha olmaymiz. Bu muammolarni davolash uchun Hindistonga borish kerak yoki Amerikaga borish kerak degan tavsiyalarni aytadi. Bugungi kunda esa bu muammolarni endoskopik maxsus xirurgik amaliyot orqali bemalol davolasak bo'ladi. Eng asosiysi birinchi tavsiyamiz aynan shu spreylarni ishlatishda juda ham ehtiyot bo'linglar. Albatta doktorning nazoratida, doktorning yozib bergan aynan sxema lecheniyasi bo'yicha olish kerak bo'ladi. Ikkinchisi harakat qilish kerak mana bu spreylarni belgilangan aytaylikki 3-4-5 kundan ortiq sepmaslikka. Burun to'sig'ida quyishuvligi bor bemorlarni birinchi navbatda maxsus aytib o'tganimdek o'zini kamera naychasi bor. Shu naycha orqali tekshiruv qilinadi. Bu oldingi sovet davriga o'xshab lampochkani olib burunni ichini ko'rib ko'rmasdan emas, maxsus kamera orqali kirib полностью burunni to'sig'ini boshidan tortib oxirgi qismigacha bemalol ko'rishimiz mumkin. Og'riqlimi? Yo'q. Bu umuman og'riq sezmaysiz. Bu juda ham komfortniy условияlarda qilinadi. Ikkinchi tekshiruvimiz qo'shimcha tekshiruvlar. Bu MSKT tekshiruvlari deb aytiladi. Ya'ni maxsus kompyuter tomografiya diagnostikasi orqali shu aynan burunni to'sig'i qaysi uchastkasida aynan quyishuvligini, bu quyishuvligi sizga rostdan ham xalaqit bermoqdami? Buni holatlarda qanday lecheniya qilishimiz mumkin? Konservativ, ya'ni dori-darmonlar bilan lecheniya qilsak bo'ladimi yoki jarrohlik amaliyoti bilan yaxshilanib olsa bo'ladimi degan savollarga javob olishimiz uchun maxsus shu tekshiruvlarni qilib o'tamiz. Eng asosiysi aksariyat holatlarda bemorlarimiz o'ylaydiki, aynan burun to'sig'i bo'ladigan bo'lsa, har doim operatsiya qilish kerak. Yo'q, unday emas. Shunaqa holatlar bo'ladiki, biz bemorlarimiz kelganda ularga tushuntiramiz. Konservativ dori-darmonlar bilan ham aynan sizni muammongizni hal qilishimiz mumkin. To'g'ri, aynan burunni to'sig'ini qiyshaygan uchastkasini u to'g'rilab qo'ymaydi, lekin agarda sabab boshqa narsalarda bo'ladigan bo'lsa, masalan, chig'anoqlarning gipertrofiyaga yoki allergiyani hisobiga chig'anoqlar shishib ketib qolgan bo'lsa, juda ham yengil yaxshi usullari bilan aynan konservativ dori-darmon yo'llari bilan davolasak ham bo'ladi. Ba'zi bir holatlar bo'ladiki, bemorlarimizga konservativ davo to'g'ri kelmaydi. Bunaqa holatlarni bugungi kunda endoskopik, endonazal kamera orqali yangi texnologiyalarni jalb etgan holatlarda burunni to'sig'i to'g'rilanadi. Sovet davrida operatsiyani ozgina metodlari boshqacha bo'lgan. Bugungi kunda bu metodlar juda ham yaxshilanib, takomillashtirib, bu juda ham og'riqsiz, juda ham tezda bo'ladigan amaliyotlardan bittasi hisoblanadi va reabilitatsionniy davr deyiladi, juda ham tez bo'ladi. Eng katta qo'rquvlardan bittasi operatsiyadan keyin shunaqa juda ham ko'p eshitamiz. Hozirgi kunda har xil sotsial saytlarda, har xil aytaylikki, tanishlarimizdan, yaqinlarimizdan eshitishimiz mumkin. Operatsiya qildirgan ekan, burun to'sig'ini, shuni oqibatida bemorda har xil yomon nojo'ya ta'sirlar bo'pti degan gaplarni eshitamiz. Bo'lishi mumkinmi? Septoplastik operatsiyadan keyin bunaqa holatlar hech qachon yuzaga kelmaydi. Bunga sababi qilinadigan amaliyot burunni to'sig'ida qilinadi. Ko'proq mana shunday eshitayotgan narsalarimiz bu narkozni oqibatida bo'ladigan holatlar bo'lishi mumkin. Unda ham hamma bemorlarda uchramaydi bu narsa. Bu narsani yaxshilab tekshirilgan holatda bizni klinikamizda maxsus o'zini algoritm bor. Bemor kelgandan keyin to'laqonli tekshirib, har bitta organ sistemalarini vazifasini ko'rib, ular funksiyasini yaxshi bajarmoqdami, anesteziolog bilan maslahatlashgan holatda va bugungi kunda anesteziologiyada haligi безопасный anesteziya degan konsepsiya bor. Mana shu konsepsiyani ishlatilgan holatda dori-darmonlarni eng yengilrog'ini, чтобы narkozni ta'siri kamroq bo'ladigan dorilarni ishlatib bemorlarimizga yordam berib keladi. Burun to'sig'ini operatsiya qilgandan keyin qaytalanishi mumkinmi degan savollar bilan murojaat qilishadi. Yo'q, agarda fizически, ya'ni kimdir burningizga urmasa, burningizga udar tushmasa, hech qachon qaytalanmaydi. Operatsiya bo'ldingiz, nafas olmayapsiz, значит, bunga ikkita sabab bor. Birinchisi, operatsiya davomida qanaqadir qolib ketilgan momentlar bor, uni to'g'rilab qo'yish kerak bo'ladi.
mutaxassisni kvalifikatsiyasi balki yaxshiroq bo'lmagandir. Ikkinchi sababi bu, agarda perigordka yaxshi qilingan, operatsiya yaxshi o'tgan, operatsiyadan keyin yaxshi nafas olgansiz, qanaqadir muddat o'tgandan keyin yana nafas olishda muammo bo'lgan bo'lsa, bu ko'proq allergiya va chig'anoqlardagi muammolar bo'ladi. Eng ko'p qilinadigan xatolar nimadan iborat? Bemorlarimiz aynan shu periodda, aytaylikki, operatsiya bo'ldi, nafas olishi yaxshilandi, 2 yildan keyin nafas olishi yaxshilanmasdan nafas olishda muammo yana paydo bo'ldi. Bunaqa holatlarda srochno doktorning oldiga uchrash kerak bo'ladi. Sababi, doktor vaqtida ko'rib, kerak bo'lgan bo'lsa to'g'ri dorilarni lecheniya qilib yozib beradi va shu bilan bu muammolar to'liq bartaraf bo'lishi mumkin. Agarda sizda bosh og'riyotgan bo'lsa tezda bironta narsaga konsentratsiyangizni to'liq berolmayotgan bo'lsangiz, har doim bitta ishga chalg'ib qolib, ikkinchi ishga o'tib ketib, miyangiz charchab ketayotgan bo'lsa, uchinchisi nafas olishda qiyinchilik bo'lsa, xurrak otish paydo bo'lib qolgan bo'lsa, tezda aytaylikki, og'zingiz bilan nafas olib qo'ygan bo'lsangiz, bunaqa holatlarda albatta doktorga borishni tavsiya qilamiz. Agarda sizlarda yaqinlaringlarda shunga o'xshagan muammolar bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizning klinikamizga kelishingiz mumkin. Profmed Servis klinikasida professionallar sizga to'liq chiroyli xizmat ko'rsatishadi.